Salom do'stlar, Germaniyadan. Bugungi infovlogimizda sizlar bilan Prava haqida gaplashamiz. O'zbekistondan Prava bilan Germaniyaga kelsa, bu yerda nima sodir bo'ladi? Siz 6 oygacha Pravangiz bilan mashina haydashingiz mumkin. 6 oydan keyin Pravangizni yangitdan Germaniya Pravasiga almashtirishingiz kerak bo'ladi. Va agar siz Pravasiz Germaniyaga kelgan bo'lsangiz, unda yangitdan o'qishingiz kerak bo'ladi. Men o'zim Germaniyada Pravaga o'qimoqchi bo'lgan paytimda Germaniyada Prava to'lovi qimmatligi uchun har doim surib yurganman vaqtini. Keyinroqqa chunki men eshitganim bo'yicha 2,5–3 minggacha, undan ham ko'proq Prava olish narxi shunaqa turadi Germaniyada. Xullas, men bu yil Germaniyada Prava olish uchun maktabga bordim va u yerda bildimki, Germaniyada Pravaga o'qish boshidan 3,5 ming turmas ekan. Birinchi o'chirda bu yerda teoriya imtihonini topshirishingiz kerak. Buning uchun birinchi maktabga borasiz. Germaniyada hammasi privat, ya'ni xususiy maktablar. Siz o'zingizga yoqqan bitta maktabni tanlashingiz kerak Pravaga o'qitadigan va unga borib ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tgan paytda 299 euro o'sha paytda men to'lov qildim va 14 ta teoriya darsiga majburiy borishingiz kerak. Bu bitta ro'yxatdan o'tganingiz 1 yilga amal qiladi. Va bundan tashqari Germaniyada teoriya imtihoniga kirishda 30 talik 45 minutli kompyuter testi bo'ladi. Shu testdan o'tsangiz, imtihondan o'tgan hisoblanasiz. Bu testlarni tayyorlanish uchun testlarga maktab sizga bitta приложение beradi. Uni proversiyasi bo'ladi. U proversiyasini ham o'sha ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda o'zingiz xohishingizga qarab sotib olishingiz kerak. Va o'sha sotib olayotgan paytingizda 60–80 eurogacha hozirgi narxda unga qo'shimcha to'lov qilasiz va bu приложениyaning ichida 1000 tadan oshiq savollar bo'ladi. Endi qiziq tomoni, Germaniyada teoriya imtihonini topshirganingizda qanaqa qilib o'tasiz? 30 ta savol qiyinlik darajasiga ko'ra 2 dan 5 gacha bo'ladi va 5 ta punktli qiyin savolni agar siz noto'g'ri javob bersangiz, siz imtihondan yiqilasiz. Agar siz 5 tali savoldan to'g'ri hammasidan o'tib, lekin 2 balli savollardan 5 martagacha xato qilsangiz, unda siz imtihondan o'tasiz. Bu degani siz maksimum 10 ta ballik xatoga yo'l qo'yishingiz mumkin kompyuter imtihonida, lekin bitta 5 ballik xatoga yo'l qo'ysangiz, imtihondan yiqilasiz. Xullas, menda nima bo'ldi? Men imtihonga kirdim. 1 yil davomida men Vollzeit ishladim, ya'ni 40 soat haftasiga, undan tashqari mini-job qildim va o'sha paytda bo'sh vaqtimda teoriya darslariga bordim va oxirgi teoriya darslarini 1 yil davomida bo'lib borib kelib bo'lganimdan keyin imtihonga kirishim kerak bo'lib qoldi, chunki meni anmeldungim, ya'ni ro'yxatim maktabda tugayotgandi. 1 yilda keyin yangitdan yana 299 euro to'lashim kerakligi uchun imtihondan ishchi o'tib olay, birinchi ro'yxatdan o'tganim bilan dedimda, oxirida 1 hafta qolganida, 10 kun qolganida imtihonga ro'yxatdan o'tdim. O'sha ro'yxatdan o'tishga bordim va unga to'lov qildim. Imtihonga to'lov qilish 2 xil. Siz imtihonga kirish ruxsatini davlatdan, Germaniyadan olishingiz kerak. Buning uchun ham siz ko'rish testidan va birinchi tibbiy yordam testidan, birinchi tibbiy yordam maktabidan, o'sha kursidan o'tgan bo'lishingiz kerak. O'sha ikkita hujjatni, pasportingizni, anaqa Germaniyadagi Aufenthaltskarte yoki vizangizni olib, rasm bilan to'lov qilib 45–46 euro har bitta shahar o'ziga qarab, o'sha ro'yxatdan o'tganingizdan keyin ruxsat beradigan davlat idorasiga termin olib borishingiz kerak. O'sha u ham 2–3 oy davom etadi. Bu degani siz hozir maktabga ro'yxatdan o'tishingiz bilan o'sha ro'yxatdan o'tgan qog'ozingizni qo'lingizga olib, termin olib, o'sha joyga borishingiz kerak. Xullas 2–3 oy uni kutishingiz kerak bo'ladi, zo'rda zo'r. Keyin u ro'yxatdan o'tganingizdan keyin
imtihonga 150 teoriya bilan, nazariy imtihon bilan, ya'ni amaliy o'sha yezdadan keyin amaliy imtihonga to'lov qilasiz. Bu umumiy 150 Undan tashqari siz maktabga yana har bitta imtihon oldi to'lov qilishingiz kerak. Bu o'zlarini hujjat ishlari uchun olishadi bu to'lovni. Xullas, men imtihonga to'lov qildim 150 davlatga. Undan tashqari keyin maktab o'ziga 60 to'lov qildim. Keyin oxirida o'rganish uchun 1 yil davomida vaqtim ko'p bo'ldi endi hafta oxirlarida, lekin hammaga ma'lumki, biza oxirida o'rganishga moyilmiz. Oxiriga kelganda, xullas, men imtihonni bir hafta qolganda ro'yxatdan o'tganim uchun o'rganishni boshladim. Lekin boshidagi 6 kunida, bir haftasida har kuni 1 soatdan o'rgandim. Oxiriga kelganda o'sha 1168 ta aktualniy savollarni soni, o'sha savollarni oxirgi 3 kun ichida tugatdim va oxirgi 2 kunda men haqiqiy imtihonni anaqasini versiyasini beradigan o'sha anaqani prilojeniyani ichida 30 talik savollarni ishlab chiqdim va keyin imtihon kuni imtihonga bordim. Imtihondan o'tdim. Imtihondan o'tganimdan keyin tushundimki, demak oxirida intensiv tayyorlansa ham o'tsa bo'larkan. Bu bilan lekin men aytmoqchi emasman, oxirgi 3 kunda intensiv tayyorlaninglar deb. Xullas shunaqa. Endi hozir keyingi etapda men teoriya imtihonidan o'tdim. Teoriyadan keyin endi yezdaga chiqish kerak. Bu yerda yezdaga chiqish uchun meni maslahatim, hamma maktablarda har xil bo'lishi mumkin, lekin oldindan ro'yxatdan o'tib qo'yish kerak. 2 ta nazariy darsi majburiy. O'sha nazariy darsini borib kelgandan keyin uni qaytarib bo'lmaydi. Qolgan 12 ta darsini xohlaganingizcha qaytarishingiz mumkin. O'sha 2 tasidan o'tgandan keyin siz yezdaga ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz kerak. Maktab ichki ro'yxatidan yozilib qo'yishingiz kerak, o'qituvchini uzoq kutib qolmasligi uchun. Shunaqa. Endi men hozir o'zimni yezdam uchun ro'yxatdan o'tib qo'ydim. O'qituvchini hozir 2 haftagacha kutishim kerak ekan. Endi uning uchun yana keyingi 1 yil maktabda ro'yxatda bo'lishim uchun yana men 299 to'lashim kerak bo'ladi va qo'shimchasiga har bitta yezdaga chiqqan paytimda 72 dan 45 minutga to'lov qilishim kerak. Bu degani Germaniyadagi yezdalarga har bitta yezdasini o'tganingizdan keyin to'lov qilasiz. Hammasini umumiy qilishingiz shart emas. Va qo'shimchasiga yana bitta narsa, Germaniyadagi yezdalar 12 ta dars majburiy. Bu degani siz 12 ta yezdaga chiqishingiz shart va undan tashqari agar siz o'qituvchingiz bilan kelishgan holatda, o'qituvchingiz sizni hali imtihonga tayyor emas deb hisoblasa, majburiy darslardan keyin yana qolgan yezdalarga chiqishingiz kerak. Qachonki siz o'qituvchingiz sizga imtihonga tayyorsan demaguncha. Shunaqa. Shuning uchun agar Germaniyada kelib pravaga o'qimoqchi bo'lsangiz, hech ham qo'rqmang, to'lovlarini bo'lib to'laysiz. Oxirida hisoblab chiqsangiz katta summa chiqishi mumkin, lekin hammasini bittada to'lash shart emas. Shunaqa. Umid qilamanki, sizlarga bergan ma'lumotlarim foydali bo'ladi va agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Va yana bitta ma'lumot sifatida aytaman, agar siz 6 oydan keyin pravasiz mashina haydashni iloji yo'q-ku, pravangizni almashtirmoqchi bo'lsangiz, siz teoriya imtihoniga borishingiz shart emas. Teoriya imtihoniga emas, teoriya darsiga borishingiz shart emas. Teoriya imtihoniga borishingiz kerak faqat. Eng qizig'i, siz nemis tilini yaxshi bilmaysiz, rus tilini zo'r bilasiz, ingliz tilini zo'r bilasiz, turk tilini zo'r bilasiz, arab tilini zo'r bilasiz. Unda siz nemis tilida imtihon topshirish shart emas teoriyasini. Bu yana bitta plyus tomoni. Xohlagan tilingizda mana shu Yevropadagi boshqa tillarda ham, keyin o'sha dunyo tan olgan ko'p
ko'pchilik insonlar so'zlashadigan tillarda imtihonlar topshirsa bo'ladi. Bu bitta plyus tomoni yana. Shunaqa. Lekin agar siz Germaniyada praviz almashtirmoqchi bo'lsangiz, teoriya imtihoniga topshirmasangiz ham, teoriya darslariga kirmasangiz ham, imtihoniga kirsangiz ham, yezdasiga borishga majbursiz. 12 tali yezdasiga. Shundayam kamroq to'lov qilsangiz kerak menimcha. Shunaqa videoga like bosib qo'yinglar. E'tibor uchun rahmat. Xayr.